Ali, Vali, Hasan, Husan tunda sayohatga chiqishdi va yo'lda jarlikka duch kelishdi. Jarlikdan o'tish uchun eski ko'prik bor. Eski ko'prik bor ekan jarlikdan o'tishimiz uchun. Ali undan o'tishda 1 daqiqa vaqt sarflaydi, Vali esa 2 daqiqa, Hasan esa 3 daqiqa, Husan esa 4 daqiqa vaqt sarflab yurib o'tadi. Guruhda tunda ko'prikni yoritish uchun faqat bitta fonusni ko'tarib borib keladigan kishi kerak. Va ko'prik bir vaqtning o'zida 2 kishini ko'tara oladi. 2 kishi ko'prikdan o'tganda ular tezligi sekinroq bo'lgan bolaning tezligida yurishga majbur. Bolalar qanday eng qisqa vaqtda ko'prikdan o'tishadi? Xo'sh, bunday masalalarda eng aytilyapti bu yerda ko'prikdan bir vaqtning o'zida 2 kishi o'ta olayotgan, 2 kishini ko'tarayotgan. O'tganda ularning tezligiga e'tibor beramiz. Endi tezligi sekinroq bo'lgan bolaning tezligida nima qilib yurishga majbur ekan. Xo'sh, demak bu yerda bizda bor Ali bilan Vali. Ali 1 minutda, Vali 2 minut yurarkan. Keyin Hasan hamda Husan bor. Hasan Husanlar. Hasan 3 daqiqada, Husan esa 4 daqiqada ko'prikdan o'tar olar ekan. Bizga aytyapti qaysiniki sekinroq. Birinchi juftlikda Valiniki sekinroq. Shunga e'tibor beraylik. Birinchi o'tayotganda Ali bilan Vali yo'lga chiqadi. Yo'lga chiqqanda Valining tezligi bilan yo'lga chiqishadi. Bu yerdan qo'shib boramiz 2. Valining tezligi bilan yo'lga chiqishadi va o'tib olishadi. Ya'ni Valining tezligida sirazi yo'lning bu tomoniga o'tib olishadi. O'tib olgandan keyin Vali qoladi. Bu yerda Vali bu yerda qoladi va Ali yani chiroqni olib o'tish kerak. Hasan bilan Husanga qaytadi iziga. Bu iziga qaytganda demak 1 daqiqada Hasan bilan Husanni oldiga keladi. Hasan bilan Husanni oldiga kelib, bu ikkalasiga chiroqni topshiradi. Endi yo'lga chiqqanda Hasan bilan Husan Hasan bilan Husan yo'lga chiqadi. Endi bu yerda bularni tezligi Husanniki 4 daqiqa. 4 daqiqa tezlik bilan yo'lga chiqib bu yoqqa o'tishadi. Bu yoqqa o'tganlaridan keyin bu yerda Hasan Husan qoladi. Husan bu yerda Hasan bilan qoladi va Vali fonusni olib ortiga qaytadi. Alini olib kelish uchun. Demak bu qo'shamiz 4ni. Endi Vali qaytayotganda 2 daqiqada kimni bu Alini yoniga keladi. Ali bu yerda qolgan edi. Ali bu yerda qolgan edi. Endi Vali 2 daqiqada keladi. Kelgandan keyin Alini olib ortiga qaytadi. Alini olib ortiga qaytganda yana 2 daqiqa bilan ortiga qaytib ketadi. Endi yana Ali bilan Vali qoladi va Valini tezligida yana qaytishadi. Xullas kalom mana shuni qo'shadigan bo'lsak, natija kelib chiqadi. Bu ham teng bo'ladi 3, 7, 11 daqiqa. Eng kam daqiqa 11 daqiqa ekan. Keyingi savol. Quyida X mulohaza uchun rostlik jadvali berilgan. Demak, X mulohaza uchun quyidagilardan qaysi biri mos keladi debdi.
Bu yerda har bir javobni o'rniga qo'yib ko'rishimiz kerak biz. Boshladik. Birinchi A'ni ko'radigan bo'lsak, keyin qisqa yo'lni ham o'rgataman. Birinchi A javobini ko'radigan bo'lsak, demak A 1 ga teng, ko'paytiramiz, B 0 ga teng, ko'paytiramiz. C ning inkori 1 ekan. Agar C ning inkori 1 bo'ladigan bo'lsa, C nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Bu 0 qiymat beradi. Birinchida 0 qiymat berdi. To'g'ri. Ikkinchi qiymatlarni qo'yib ko'ramiz. Ikkinchi qiymatlamani berib qo'yamiz. A 0 ga teng ekan, 0, ko'paytirilgan, B ham 0 ga teng ekan, ko'paytirilgan, C ning inkori 1 ga teng ekan. Demak, bu ham C ham 0 ga teng bo'ladi. Bu ham 0 ga teng bo'ladi. Demak, bu birinchi javobimiz to'g'ri kelmadi. Ikkinchi javobni ko'ramiz. Ikkinchi javobda inkor A ekan. Inkor A bo'ladigan bo'lsa, inkor 1 bo'ladi. Inkor 1 bo'ladi. Biz inkor 1 ni olamiz. To'g'ridan to'g'ri yozib ketsak ham bo'ladi. 1 ning inkori 0 bo'ladi. 0 qo'shilgan B. Demak, mana bu 0 ni olyapmiz. Bu 1 ni oldik. 0 ning inkori 1 bo'ladi. Yana qo'shilgan C. Demak, C ning inkori 1 ga teng ekan. C asli o'zi 0 ga teng bo'ladi. Uchalarini qo'shadigan bo'lsak, bir qiymat qabul qildi. Bu to'g'ri kelmadi bu javobimiz. Demak, B javobini ham biz nimada ola olmaymiz. A ni ham, B ni ham ola olmaymiz. C javobiga o'tamiz. C javobini ko'ramiz hozir. Demak, bu ikkala javob ham to'g'ri kelmas ekan jadvalimizga. C javobini ko'radigan bo'lsak, inkor A. A ning inkori mana. A ning inkori 0 ga teng. Qo'shilgan, ko'paytirilgan ekan. B ning inkori. B ning inkori 1 ga teng. Yana ko'paytirilgan. C ning inkori deyilgan. Demak, u C ning inkori 1 ga teng bo'lsa, bu aslida 0 bo'ladi. 0 ning inkori 1 ga teng bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Bu ham teng 0 bo'ladi. Mana bu aslida C, bu asli C ning o'zi 0 bo'ladi. Inkori bo'lgani uchun 1 qo'yilgan bu yerga. Shu yerda adashmasliklaringiz kerak. Davom etamiz. Keyingi javobini qo'yib ko'ramiz. Pastgina mana buni. Demak, A ning inkori, ya'ni 0 ning inkori 1, B ning inkori ko'paytirilgan, ya'ni 0 ning inkori yana 1. Keyingisi inkor C deyilgan, inkor C ning o'zi 1 ga teng. Yana ko'paytirilgan 1. Bu teng 1 bo'lar ekan. Demak, bu ham bu ham to'g'ri keldi. Endi 3-chi satr, mana bu qiymatlarni qo'yib ko'ramiz. A ning inkori 0 ko'paytirilgan, B ning inkori, mana A ning inkori 0, B ning inkori ham 0 bo'ladi. Va C ning inkori bu 0 bo'lsa, C ning inkorini o'zini qo'yamiz. Bu ham 0 ga teng. Bu 0 bo'ladi. Demak, bu javob ham to'g'ri keldi. Javob C bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi misolimiz. Abbos sport zalining 18 ga 50 metr o'lchamdagi polini bo'yashga qaror qildi. Abbosda 6 ta idishda bo'yoq bor va har bir idishdagi bo'yoq ushbu kvadrat metr joyni bo'yash uchun yetadi. Polni to'liq bo'yash uchun Abbosga yana nechta idishda bo'yoq kerak? Eslatma debdi. Demak, qavslar ichida sanoq sistemasi asosi ko'rsatilgan. Demak, bu ikkilik sanoq sistemasida ekan. Endi boshlaymiz.